Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Fedya Gaming. Bugun sizlar bilan SSV Grand Mobile Sog'liqni saqlash vazirligi arizamasi 9 bo'ldim, 38-server. Sizlarga bugun video davomida SSVda 9-rank nima qila olishi mumkin va nimalarga dostуп borligi haqida ko'rsatib o'taman. Video boshlanishidan oldin like va podpiska bosishni unutmaysiz. Videoni boshladik. Mana Sog'liqni saqlash vazirligi binosi. Xo'sh, bu yerda medkarta bersa bo'ladi. Mana davolash mumkin, tibbiy karta berish mumkin. Qaramlikni tekshirish, qaramlikni davolash bu o'sha narkotik iste'mol qilgan narkotikni davolash. Bu eng kami minimal 5% qaramlik bo'lsa, shunda davolash mumkin. Yana bu yerda ishga olsa bo'ladi. Xo'sh, shuna narsalar qilsa bo'ladi. Mayli pul yo'qlar uchun siz bu yerda inventardan aptechka olib chiqib berishingiz mumkin. Inventardan aptechka olsa bo'ladi. Tashkilot fraksiyada 77 ta odam bor. Omborga dostуп bor. Mana xullas ko'rsalang bo'ladi. Lavozim oshirish, lavozim tushirish, tanbeh berish, tanbeh olib tashlash, tek qo'yish, bonus berish, haydash, hamma dostуп bor. Mana bu yerdan sabes qilsa ham bo'ladi, suhbat qilish uchun. 9-rankda bu ham bor. Bu yerda suhbat qilinadi. Buning uchun Discorddan davlat to'lqinida olib keyin qilish kerak. Xullas shunaqa. Keyin men bu yerga qanday 9 bo'ldim? Albatta obzondan o'tdim. Discorddan ariza tashlab, obzondan o'tib, keyin bu yerga ishga kirdim. Bu yerda transportlarni tushirsa bo'ladi. Mana Toyota Land Cruiser. Hamma mashinaga dostуп bor bu yerda ham. Keyin bu yoqda tomga chiqsa bo'ladi. Tom. Vertolyotlar bo'lsa, agar vertolyotda kelib, mashitga qo'nib, keyin pastga tushib, bemalol ishlasalang bo'ladi. Ikkita vertolyot sig'ar ekan bu yerga. Keyin bu yerda stroy qilsa ham bo'ladi. Mana ida hammani chaqirib, fraksiya chatiga stroy deb yozib, bu yerda stroy qilsalang bo'ladi. Ma'ruza, mashg'ulot, irp holat hammasini qilsa bo'ladi. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Like va podpiska bosib qo'ydilar degan umiddaman.